Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Andijonda Marhamat tumanida qishlog'idanman. Amerikada 10 yil bo'ldi, shu yerda ishlayapmiz. Bu yerga kelganimizda boshida idish-yudik, polardik, mehnat qildik, 2-3 ta ishlarda ishladik. Mana hozir o'zimizning mehnatlarimiz bilan shu yerda biznes qila olyapmiz. Endi Amerikadagi jamiyatimiz juda ham yosh, yangi. Endi oyoqqa turdik. Sizni mana siyosatingizni qilayotgan ishlaringizni eshitib, bu yerda biz birlashdik, oldin bir-birimizni tanimasdik ko'pchilik. Mana hozir ichimizda bor tuyg'u, vatanparvarlik hammamiz ichimizda bor, lekin boshqa tuyg'u, qanday qilib biz ham yordam bera olsak degan tuyg'ular paydo bo'ldi. Bu juda ulug' tuyg'u, o'zini odam juda xursand, yaxshi his qilar ekan. Hozirgi kunda biz mana shu ozgina o'zimiz tumanimizga yordamimiz bo'lsin deb biz IT park quryapmiz, qurilyapti, yaqinda bitadi. Salkam 15 million dollarga yaqin investitsiya kirityapmiz. U yerda planimiz mana shu robototexnika, muhandislik hamda mana shu sun'iy intellekt bilan ishlaydigan yoshlarga olib kirish, motivatsiya berish. Mana kuni kecha tuman viloyat hokimi, shu tumandagi biznesmenlar hammasi keldi, birgalikda uchrashdik. Shu yerdagi yurtdoshlarimiz bilan hospitallarga bordik. Hozir O'zbekistonda o'sha joyimizda biz hamshiralarni tayyorlash, doktorlarni tayyorlashga bu yerdagi vatandoshlarimizni jalb qilgan holatda 50 million dollarlik loyiha ustida ishlayapmizki, o'zimizdan hissa qo'shaylik degan holatda ichimizdan yonib chiqib shu narsalarni olib kelyapmizki, qanday bo'lsa ham biz yordam beraylikki shu siyosatimizga. Bu yerda ham mana shu ichki kichkina mikro iqlimda yaxshi bilim, yaxshi ilm, yaxshi hayot, shu narsaga biz o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kelyapti. Shuning uchun bir o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Hozirgi kelganingizni o'zi bitta menga emas, hammamizga, vatanimiz uchun, o'zimizni istiqbolimiz, yoshlarimiz uchun o'zimizni jonimizni qurbon qilib ishlaymiz deb o'ylayman. Shu rahmat kattakon. Rahmat.